eldi ichida, yurtni ichida, mo'min musulmonchiligini ichida zino qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Hozirgilar izin so'ramay qilyapti. Haromligini bilib turib qilyapti. Sen dedi, tasavvur qil dedi. Yana ham tasavvurga yaqinroq qilib tushuntirmoqchiman. Men zinokorlarga aytyapman. Zinoni qilaver deganlarga aytyapmiz. Sir asrorlarni hech kimga aytib bermanglar. Falonchi yerda gunoh qilgan edim deb biror insonga aytmang, rahm qilmaydi. Meni bolam ancha-muncha yeri yo'q, eri bor, Rossiyada bo'lib tursa, u yer berdi bo'lsa, shular men zino qiladi der ekan. Va hassin farjahu. Ey Robbim, buni o'zing himoyangda saqla, shahvatini kerak yerga ishlatsin. O yoshligidan turib kuchi ko'payib, bo'ydoq bo'lib uylanmasdan yoki uylangan bo'lsa ham uyda ayoli bo'lib turib boshqasi bilan zino qilishni niyat qilayotgan odamlar. O'sha zino qilayotganlar itimon qo'shilyapman deb o'ylab qo'yaversin. Zinoni shayton chiroyli qilib beradi birodarlar. Zinokor kazzob bo'ladi. Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor xiyonatkor bo'ladi. Zinokor sotqin bo'ladi. Zinokor hayosiz bo'ladi. Zinokor inson qo'rqoq bo'ladi. Zinokor odamda dayus bo'ladi. Zinokorda erkalik sifat qolmaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allah subhanahu va taolo robbil alaminga beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sayyidul ayyam mo'min musulmonlar masjidga yig'ilib jamlanib, Alloh subhanahu va taologa ruku qiladigan, sajda qiladigan, ibodat, tilovat, duo. Mo'min musulmon insonlar masjidga to'planib, Jumani o'qiydigan, aziz mukarram kunga yetkazgan Alloh taologa qancha maqtovlar aytsak ham Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem afdalu man sama ve qam, eng afzal roza tutgan ve eng afzal namoz o'qigan insonlarning biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bugungi Cuma o'qiydigan namozlarimizni ve bugungacha bo'lgan ibodatlarimizni Robbil alamin o'zining dargohida qabul qilsin. Hurmatli jamoat, bugungi jamoatga ayta turgan mavzu nikahsiz baylanishning ziyoni, kunosi, onun kesepetleri. Bunun ma'nosi zino degan mavzu ekan. Birodarlar, zino qilishlik mo'min musulmon odamlarni o'rtasida tarqalayotgan bir kasallik haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zlarini sunnatlarida nima dedilar va tarixdagi ulamolarimizni aytgan so'zlari haqida inshaalloh jamoatga bayon qilishga harakat qilamiz. Nikahsiz baylanishning ziyoni, kunosi, onun kesepetleri deyapti. Nikahsiz baylanish degani, hurmatli mo'min musulmonlar, bir inson zino bilan shug'ullanishligi, mashg'ul bo'lishligi. Arab tilida az-zina, ar-riba degan so'z yozilayotgan vaqtida az-zina degan so'zni z harfidagi nuqtani olib qo'ysangiz ar-riba bo'lib qoladi. Arabcha yozishni bilgan odamlar biladimi? Az-zina, ar-riba bir-biriga o'xshagan narsa. Yozilishda bir nuqtasi tushib qolsa ribo bo'lib qoladi. Yozilishda ustiga nuqta qo'yib qo'ysa zino bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda zino qilishlikdan, qaytarishdan avval zinoga yaqinlashishlikdan ham qaytargan. Auzu billahi minash shaytonir rojim va la taqrabuz zina. Zinoga yaqinlashib ham yurmanglar deyapti Alloh taolo. Zino qilishlikni oqibatini tushuntirishlikdan avval va la taqrabuz zina deyapti. Zino degan bir fahshga, munkarga umuman yaqinlashib yurmanglar deyapti. Yaqinlashib yurmanglar deyapti. Bu nimani bildiradi desa, birodarlar, zino degan narsa eng xunuk, eng yomon shariatimizda qoralangan narsalarning biri. Hattoki ulamolarimizning so'zlari bor. Zino deganda
Endi biz bu yerda o'tiraveramiz hammamiz bir-birimizga qarab, eslik, xushlik, taqvolik bo'lib, ammo hozir zina qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Eldi ichida, yurtni ichida, mo'min musulmonchiligini ichida zina qilayotgan odamlar ko'payib ketdi. Zina bilan shug'ullanayotgan insonlar ko'payib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida aytadilarki, "Val aynu tazni." Ana o'sha yerga biz ko'proq urg'u yasab qo'yishimiz kerak. Shu yerga ko'proq e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Mana hozir tarqalgan zinolarni eng ko'plaridan, eng kattalaridan biri mana shu bo'lib qoldi. Val aynu tazni. Ko'z zino qiladi dedilar. Ko'z zino qiladi dedilar. Va zinaha an-nazar. Ko'zni zinosini bilmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, sizlarning ko'zinglar boshqa ayollarga qarab ketayotgan bo'lsa, nazar solayotgan bo'lsa, shularga qarayotgan bo'lsa, demak sizlarning ko'zinglar zino bilan mashg'ul bo'lyapti dedilar. Bu masalani aytayotganda astagfirulloh va atubu ilayh deb aytish kerak. Ey Alloh, o'zing kechir bizni, butun ummat mo'min musulmonchilikni Robbil alamin o'zing kechir deb. Nima sababdan? Buni yana qayta aytamiz. Inshaalloh so'zni boshida ham aytamiz. Bizda mana bunday narsa chiqqan hozir. Buni ismi telefon degan narsa. Ayniqsa buni yosh bolalar, yoshlar juda yaxshi biladi. Hammasi ishlatib yuribdi. Hammalarining qo'llarida bor. Uylarida bor. Ota-onasi yashirib qo'ygan bo'lsa, bolishi tagida turibdi. Nafaqat o'g'il bolalarda, qizlarimizda ham bor. Tarbiya qilayotgan qizlarimizda ham bor. Ro'mol o'rab yurgan qizlarimizda ham bor. Namoz o'qiyotgan bolalarimizda ham bor. Hammalarining qo'llarida mana shunday telefon degan narsa bor. Telefon bilan yolg'iz qolishlik degan narsa bor. Bemalol hech kim ko'rmayapti. Endi bilganingni qilaver degan shaytonning vahiysi ham bor. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda alam ya'lam bi anna Alloha yara. Shu banda Alloh taolo mana shu bandani ko'rib turganini unutib qoldimi deyapti Qur'oni Karimda. Tarixda mo'min musulmonchilikni tarixida, insoniyatni tarixida bunday fitna bo'lmagan birodarlar. İnson yaralibdiki bunchalik gunohga yo'llar oson ochilgan emas. Hozir qarasangiz, bunday gunoh qilish o'ng'ayla bo'lib qoldi-da. Osonla bo'lib qoldi. U ham mayli. Gunoh qilishlik avval 5 yil avval, 7 yil avval bir narsalar gunoh bo'lib hisoblanayotgan bo'lsa, hozirgi kunimizda oddiy bo'lib qoldi. Ya bu unchalik gunoh emas, narigini yanada deydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun hurmatli mo'min musulmonlar, biz aytamizki, Qur'oni Karimda bir emas, bir necha oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolo zinoni haromligi va mumkin emasligi va uqubati va oqibati va nihoyasi borligi, zinoni qarzligi ham bayon qilingan. Hurmatli deb aytgan keladi, o'zi hurmatli emas. O'sha zino qilayotgan odamlar. Biz aytamiz, ulamolarning so'zini aytamiz. Ulamolar aytadiki, hatto men mana shu xutbaga tayyorlanib turgan paytimda bir she'r o'qidim. Arab tilida yozilgan she'r bor ekan. Uzun, men qisqartirib jamoatimizga aytib beraman. Ey zino qilgan deyapti. Ey zino qilgan. Sen zino qilyapsan-u, sening esingdan chiqib qoldi deyapti. Sen zino qilyapsan-u, seni opang esingdan chiqdi deyapti. Onang esingdan chiqdi, ammang esingdan chiqdi, xolang esingdan chiqdi deyapti. Nahotki sen zino qilsang-u, zinoni qarzligini unutgan bo'lsang deyapti. Nahotki sen zino qilsang-u, senda hech qanday yaqin odamlar yo'q bo'lsa, devoringga zino qilib ketishni unutgan bo'lsang deyapti. Bilasizlarmi? Zino nima deydi? Az-zina day. Zino qarz deydi. Zino qarz bo'ladi. Zinoni to'lashlik kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, ana Abi Umama radhiyallohu anhu qol: "Inna fatan
şabban atan nabiy sallallohu alayhi va sallam. Yosh bir yigit keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga yosh bir yigit keldi. Endi bu yoshlarni tushunamiz, to'g'ri. Shariatda zinoni chegarasi ko'rsatilganda eri yoki xotini bo'lsa, u endi bilasizlar, oqibat qanday bo'lishini toshvorang qilinadi. Ammo er yoki ayoli bo'lmasa, turmushga chiqmagan qiz, uylanmagan yigit bo'lsa, unga darra berish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir inson keldi. Hadisni Abi Umama roziyallohu anhu, Abu Umama deyiladi. Roziyallohu anhu rivoyat qilyapti. Inna fatan shabban, bir yosh yigit keldi. Kuch quvvati bor. Yosh, buni hamma tushunadi. Atan nabiy sallallohu alayhi vasallam faqal. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga keldiki, aytdilar: "Ya Rasululloh, izanli biz-zina." Ey Alloh taoloning elchisi, menga zinoga ruxsat bering dedi. Bunday buni hozir jamoatga aytsak hayron qolyapti. Hozirgilar izin so'ramay qilyapti. Haromligini bilib turib qilyapti. Bu tushunmadi, undan ajablanmanglar. U to'g'ri qalbi bilan keldi, Rasulullohdan so'radi, zino qilsam bo'ladimi dedi. Javobni eshitgandan keyin o'zini to'g'rilab oldi. Biz bu hadisni 100 marotaba, 1000 marotaba eshitgan bo'lsak ham zino qilyapmiz mana telefonda. Qala izalli biz-zina. Ey Alloh taoloning elchisi, bizga, ya'ni menga zino qilishlikka ruxsat bering dedi. Fa aqbala al-qawm alayhi fazajaruhu faqalu mah. Bu nima degan? O'sha joyda o'tirgan odamlar xuddi hozir sizlarga o'xshab, o'sha joyda o'tirgan odamlar, bu nimasi? Sen nimaga ruxsat so'rayotganingni bilyapsanmi? Sen birovni farzandi bilan zino qilmoqchimisan? Bu nima degan so'z? Bu so'zingdan qayt, unday demagin deb yonida turgan odamlar zajirlaydi, malomat qilishdi, so'kdi. Unday qilmagin dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam adni, yaqinroq keling dedi. Fatana minhum qariban, yaqinlarga keldi. Qala fajalasa. So'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib o'tirdilar. Keling, bu yerga o'tiring dedi. Sen nima haqida so'rading? Zino haqida so'radim. Yaqinroq keling, o'tiring, men sizga o'sha zino haqida tushuntirib beraman deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Qarang, shu yerda bir odob bor. İnsanlarga bir narsani tushuntirayotgan vaqtimizda anafa deydi arab tilida, darrov nima deydi, burun uchida g'azab turadi deydi-yu. Darrov g'azab qilib yuborishligimiz shart emas. Bu hadis Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning boyagi hadisiga o'xshaydi. Biz jamoatga aytib berganmiz. Esinglarda bo'lsa, bir inson kiradi masjidga, daxola a'robiyun degan bir arobiy kelib masjidning o'rtasiga baul qilgan hadis ko'p aytib berganmiz. Shunda sahobalar hammalari boyagi odamga qattiq muomala qilishmoqchi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam da'uhu, o'z holiga qo'yib turinglar. O'sha bavlim nihoyasiga yetkazib olsin dedi. Bu Payg'ambar sallallohu rahmatlari. So'ngra nihoyasiga yetgandan keyin udnuhu minni, yaqinroq olib kelinglar dedi. Mana bu tarbiya bo'ladi-da. Yaqinroq olib kelinglar deganda, yaqinga kelganda, falonchi, bu yer masjid. Vahima qiladigan, to'polon qiladigan, fitna uyushtiradigan joy emas. Bu Allohning uyi bu yer. Bu Allohning uyi. Bavul qiladigan joy emas dedi. Masjid bavul qiladigan joy emas. Bu yerda ruku qilinadi. Bu yerda sajda qilinadi. Bu yerda duo qilinadi. Qarang, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidni ichida nimalar qilishlikni sanab beryaptilar. Va biz nimalar qilyapmiz? Alloh taoloning o'zi hammalarimizni kechirsin. Masjid ruku qiladigan, sajda qiladigan, ibodat qiladigan, duo qiladigan, mo'min musulmonchilik kelib qalbini poklaydigan, ko'zdan yosh chiqarib, sajdaga boshini qo'yib tavba qiladigan joy dedilar. Xuddi shuni singari bu yerda u kishi aytdiki, bilasizmi dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, u kishi aytdilar, shu dunyoda sizni juda qattiq yomon ko'rib qoldim dedi. Mana endi men sizni dunyoda eng yaxshi ko'rgan insonim safiga kirib qoldingiz dedi. O'zi Rasululloh shunday edi, ammo tushunmadi ular. Mana endi men sizni eng yaxshi ko'rgan insoningizni safiga kirib qoldim dedi. Hozirgi zino to'g'risidagi hadisni qarang.
aytibdiki, endi u o'zini bor narsasini aytibdi xolos. Qala ya Rasululloh, ey Allohning elchisi dedi. İzalli biz zina. Menga bir ruxsat bersangiz zina qilib tursam dedi. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Zina qilib tursam deganda nima bo'ldi holat? Hammalar tushundinglar. Demak, sahobalar aytdiki, "Ey sen nima deyapsan? Bu nima degan gap? Olib chiqinglar masjiddan, unday bunday" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Udnuhu minni", yaqinroq olib kelinglar dedilar. Abi Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Demak, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qanchalik tarbiyaga, mo'min musulmonlarga va qalbidagi rahmati umuman keng ekanligiga dalolat bo'ladi-da, birodarlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sabriga dalolat, kelajakni ko'ra olishiga dalolat. Ipni uzun tashab qo'y deydi. Shoshilmang. Va nihoyat qiziq bo'ladi. Qala fadana minhu qariban fajalasa qala atuhibbuhu li ummik. Ey falonchi, men elleringizgacha jalpoq til bilan tushuntirib qo'yib, bunday nima deyotadi-da? Sen dedi, tasavvur qil dedi. Yana ham tasavvurga yaqinroq qilib tushuntirmoqchiman. Men zinokorlarga aytyapman. Zinoni qilaver deganlarga aytyapmiz. Endi aytish kerak, aytmasa bo'lmaydi. Kimligini aytmaylar dedim. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida bitta-ikkita odamlar yomon gapirganda, menga kimligini aytmaylar, keyin ko'rishimiz bor deganda, kimligini aytmaylar, keyin ko'rishimiz bor, yomon ko'rib qolishi mumkin. Balki buni Alloh kechirar, men kechira olmayman. Alloh taolo doim kechiradi, bandasi kechirmaydi. O'zi hayot shunaqa. Shuning uchun jamoatga aytamizki, bu zino haqidagi mavzuyimiz ichidagi bir chiqib qolgan foyda, sir asrorlarni birovga aytib yurmanglar. Sir asrorlarni hech kimga aytib yurmanglar. Falonchi yerda gunoh qilgan edim deb biror insonga aytmang, rahm qilmaydi. Siz falonchi yerda gunoh qildingiz, so'ngra tavba qildingiz, so'ngra Alloh taolo kechirdi. Lekin bitta bandasiga aytib qo'ydingiz. Bandasi kechirmaydi. Doim sizga qaraganda past nazarman qaraydi. Bu haligi ishni qilganda bu deydi. Men ham aytdim, atini aytmaylar dedim. Bir odam aytibdi ekan, bir ayol kishi. Men shu o'zimiz yurtdan bir ayol kishi aytibdi, meni bolam eri borlar men zino qiladi debdi. O'ylayapsiz bu nima degan so'z? Bu nima degan so'z, hurmatli mo'min musulmonlar? Shu ahvolga yetib keldikmi? Buxoriyning avlodlari, O'rta Osiyoda ilm koni bo'lganda avlodlari, mo'min musulmonlar nima dermish? Odamlarning ichida meni bolam ancha-muncha eri yo'q, eri bor, Rossiyada bo'lib tursa, u yer berdi bo'lsa, shular men zino qiladi der ekan. Bu nima degan gap? Nahotki gunoh bilan maqtanadigan darajaga yetgan bo'lsak, nahotki gunohni odamlarga ko'rsatadigan bo'lsak. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytibdi: "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Meni ummatimni hammasini Alloh kechirdi. Gunohlarni ochiq qiladigan, eldi yaniga chiqib maqtanadiganlarni Alloh kechirmadi deyapti. Sen gunoh qilsan, bo'ldi, yashir, beki to'xtat. Nahotki inson gunoh qilib maqtansa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam gunoh qiladi kechqurunda deyapti boshqa hadisda. Yuznibu bil-layl va yujhiru fin-nahar. Kechalarda gunoh qiladi, kunduzlarda e'lon qiladi, o'zini ko'rsatadi. Men mana unday qildim, ana unday qildim deydi. O'sha hech qachon kechirilmaydi. Ana o'sha banda hech qachon kechirilmaydi. Allohning rahmati keng. Allohning 100 rahmati bor. 99'sini olib qo'yib, bittasini tushirib qo'ydi. Shu bilan yashayapmiz. Ammo gunohni jahriy qiladigan, ochiq qiladigan, maqtanadigan, mana u yerga tasvir qilib, u yerga chiqarib ko'rsatib, nima qilayotganini ko'rsatayotganlar yaxshilab bilib qo'ysinki, Alloh kechirmaydi. Dalil bu Abdulaziz domlaning so'zi emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hammanglarni Alloh taolo kechiradi. Ummatni hammasini Alloh taolo kechiradi. Mujohir bo'lgan, ochiq gunoh qiladiganlar hech qachon kechirilmaydi deyaptilar. Ana o'sha zino qilayotgan, zinoga da'vat qilayotgan yoki ba'zi yerlarda o'tirib olib, biz u yerga borgan edik, bu yerga borgan edik, mana bunday qildik degan odamlar tavbayni qil. Hech qachon kechirilmaydi. Orqaga qaytish kerak va zino qarz albatta o'zing to'laysan deb ularga bir tushuntirish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, seni onangman dedi, biroz zino qilyapsa, atardahu li ummik. Ey falonchi dedi,
Seni onang bilan bir kishi zino qilyapsa, sen onangni zino qilayotgan odamga ko'rib o'tiraverasanmi qarab dedi. Rozi bo'lasanmi shunga dedi. Sen shunga rozi bo'lasanmi dedi. Onang bilan zino qilyapsa rozi bo'lasanmi dedi. Qolala. Aytdiki, yo'q. Men unday narsaga norozi bo'lmayman deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va kazalikan-nas la yardaun. İnsanlar ham xuddi shunday. Birovni onasi bilan birov zino qilayotgan bo'lsa hech kim rozi bo'lmaydi dedi. Qola afatuhibbuhu libnatik. Seni qizingni birov zino qilayotgan bo'lsa qarab o'tiraverasanmi dedi. Ha, zinoni qilavering bemalol. Bu meni qizim bo'ladi. Bemalol zino qilavering deb sen qarab o'tiraverasanmi dedi. Qola la yo'q dedi. Mol mulkim fido bo'lsin. Hamma narsam sizga bo'lsin ya Rasululloh. Ammo men ana o'sha zinoga hech qachon rozi bo'lmayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Va kadalikan-nas wan-nasu la yuhibbunahu li banatihim." İnsanlar o'zlarini qizlari bilan zino qilishliklarini xohlashmaydilar dedilar. Qala atardahu afatuhibbuhu li xolatik va men buni qisqartiramiz endi. Afatuhibbuhu li ammatik. Seni xolang bilan birov zino qilayotgan bo'lsa qarab o'tiraverasanmi dedi. Seni ammang bilan birov zino qilayotgan bo'lsa qarab o'tiraverasanmi deganda boyagi inson la degan yo'q degani. Yo'q, Allohning elchisi. Ey Allohning elchisi, men hech qachon rozi bo'lmayman. Onamga ham, singlimga ham, opamga ham, qizimga ham, xolamga ham, ammamga ham birortasiga men zinoni rozi bo'lmayman deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ey falonchi" dedi. "Sen zinoga ruxsat so'rab o'tiribsan. Sen zino qilayotgan kimnidir onasi bo'lib chiqsa-chi ertaga" dedi. U kimnidir qizi bo'lsa-chi, u kimnidir opasi, kimnidir singlisi bo'lsa-chi. Demak, sen zino qilaman degan u o'zi osmondan tushgan yo yerdan chiqqan emas, uni ham birov tuqqan. Uni tug'ilishiga sababchi bo'lgan otasi ham bor. Balkim oilada aka-ukasi ham bordir. Mahalla ko'y qo'shnilari ham bordir. Sen endi tushundingmi deganda boyagi inson aytdiki: "Ey Allohning elchisi, men tushundim" dedi. Men hech qachon mana shu narsaga yaqinlashmayman deganda favoda an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yadahu ala sadrihi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu muborak qo'llarini oldilarida o'sha insonni mana bu ko'krak qafaslariga qo'yib, Allohumma g'fir zambahu va tahhir qalbahu va hassin farjahu. Ey Allohim dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Allohumma g'fir zambahu degani, ey Robbim, shu bandang zino qilib qo'yibdi va ruxsat so'rab qo'yibdi, sen o'zing shu bandangni kechirgin dedi. Qo'llarini qo'yib aytibdi. Va hassin farjahu. Ey Robbim, buni o'zing hifzi himoyangda saqla, shahvatini kerak yerga ishlatsin. Va tahhir qalbahu. Ey Robbim, sen mana shu bandangni qalbini tozalab bergin, zinoga moyil bo'lmaydiganlarni qatorida qilib bergin deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi insonga muborak qo'llarini qo'yib duo qildilar va biz bilamizki, payg'ambarning duosi ijobat. Qachon nima deb duo qilsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo albatta duosini ijobat qilib beradi. Ana endi savol bo'ladi. U inson duoni oldi. U inson qutuldi. Yengil yo'lga o'tdi. Bizda o'sha duoni olishlik imkoniyatini tugaganiga 1400 yil bo'lgan. Biz yaqinda dunyoda kelgan odamlarimiz va yaqinda o'tib ketadigan odamlarimiz. Ammo biz qanday qilishligimiz kerak desa, hurmatli mo'min musulmonlar, bu zino degan narsa sekin-sekinlik bilan bo'ladigan narsa. Inson ertalab zinoda o'ylab, abidga borganda yoki asrga borganda zino qilib qo'ymaydi. Sekin-sekinlik bilan paydo bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan paydo bo'ladi. Ana o'sha paydo bo'layotgan narsalarda birinchisi mana unisi bo'ladi. Ota-onalarga aytamizki, hurmatli ota-onalar, farzandlarimizni, o'g'illarimizni, qizlarimizni zino qilishlik degan narsadan to'xtatib, qaytarib qolaylik. Yetib borgandan keyin kech bo'ladi. O'sha joyga yetib borgandan keyin sharmandagarchilik bo'ladi, uyat bo'ladi, to'g'rilab bo'lmaydigan joyga kirib qolgan bo'ladi. O yoshligidan turib kuchi ko'payib bo'ydoq bo'lib uylanmasdan yoki uylangan bo'lsa ham uyda ayoli bo'lib turib boshqasi bilan zino qilishni niyat qilayotgan odamlar.
qarz degan narsani esdan chiqarib qo'ymaylik. Shayton, ulamolarimiz shunday yozishadi. Bu erkak kishining tabiatida bormi desa bor. İnson xohlaydi, bu aniq. İnsonning tabiatida shahvat bor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa. İnsanlarga, erkaklarga ayollarni yaxshi ko'rsatib qo'ydim deyapti Alloh taolo. Boshqa oyat karimada illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum yoki o'zlarini ayollari yoki qo'l ostidagilari ular hozir yo'q. Demak o'zlarini ayollari deyapti xolos. Ulamolarimiz aytadiki, birodarlar, inson dunyodagi hammadan zino qilsa, misol uchun xolos bu o'sha kitobda keltirilgan misol, nimaga zino qiladi degan joy bor-da. Bu zino qilayotganlar biladi bu narsani. Nima sababdan zino qiladi desa, shayton bunga juda chiroyli ko'rsatib qo'yadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyodagi hamma ayol kishi men zino qilib bitgandan so'ng o'zi unday bo'lmaydi. Agar shunday bo'lsa deydi kitoblarda, hamma ayol men zino qilib bitsa, shayton kelib bir itni ko'rsatar ekan. Mana shu it juda chiroyli, shundan qo'shilib ko'rmaysan deydi. O'sha zino qilayotganlar itman qo'shilyapman deb o'ylab qo'yaversin. Eng oxir men bitta itman qo'shilaman deb o'ylab qo'yaversin. Nimaga desa, tarixda bir shoir odam o'tgan. Biz buni yashirib yo jamoatni bir ehtiyot qilib aytadigan masala emas, ammo jamoatga biz bu masalalarni tushuntirmasak bo'lmaydi. Bir shoir bo'lgan, lekin o'sha shoirning bir kamchiligi shu zinoxo'r deydi, o'shanday bo'lgan ekan. Zinoga o'ta berilgan odam ekan. Ana o'sha shoir degani o'sha zamonda hammani uyattirib beradigan, sharmanda qilib beradigan hozir jurnalistga o'xshaydi. O'shanday odam ekanda, yana bir kishini ayolini yoniga keladi, aytadiki, sen men bilan zino qilsang deydi. Sen haqingda she'r yozmayman, seni uyattirmayman. Bo'lmasam deydi. Men seni sharmandayni chiqaraman, anday qilaman, manday qilaman deb har xil yo'llarga o'tadi-da. Boru shunday. Boyaga ayol kishi bilasizlar, gunoh kabiraning 7 tani bittasi pok ayollarni zinoda ayblashlik. Hatto Oysha onamizga ham nima bo'lgan, shunday ishlar bo'lgan. Bu shiyalarni la'nati deyish kerak, astag'firulloh. Bu shiyalarni qilgan ishi shunday. Oysha onamizni nima deydi? Zinokor deydi. Abu Bakrning la'nati deydi bular. Demak, o'sha shoir keldi, aytdiki, sen dedi, yo men bilan zino qilasan dedi, yo seni sharmanda qilib uyattirib tashlayman dedi. Deganda boyagi ayol kishi, mayli roziman, falonchi kuni, falonchi joyda, falonchi vaqtda dedi. Sifatini ham aytdi, kayfiyatini ham aytdi. Qanday qilib? Tog'ni tagiga kelasan dedi. Men ham tog'ni tagiga boraman dedi. G'orni ichiga kirasan, falonchi g'orni taniysan, ha taniyman. Men ham o'sha g'orga boraman dedi. Zino qilib butguningcha gapirmaysan dedi. Zino nihoyasiga yetganidan so'ng gapirasan dedi. Shoir aytdi, "Xo'p" dedi, "kelishdik" dedi. Senga o'xshaganni ko'rmadim, endi mana ko'rdim, mayli kelishdik dedi. O'sha vaqt bo'lganda o'sha joyga bordi. O'sha vaqtga bordi, qisqasi zino bo'ldi. Zino nihoyasiga yetgandan keyin haligi shoir bitta ikkita gapirmoqchi bo'lib, endi gapirsan maylimi dedi. U zino qilingan aytdiki, "Ha, dadasi gapiravering, o'zingiz xotiningizman" dedi. Qanday qilib dedi? Siz dedi, falonchi ayolni ham sharmanda qilmoqchi bo'lib, navbatdagisi bilan zino qilmoqchi bo'lganingizda vaqtini, joyini, kayfiyatini, ko'rinishini belgilab, u ayol menga bunaqasi kelib xabar berdi dedi. Dars o'tib qo'yish maqsadida ham, tushuntirib qo'yish maqsadida ham shu ishni qildi dedi. Falonchi seni ering men bilan zino qilmoqchi, lekin men chiroyli yo'l ko'rsatib qo'ydim, sen o'sha joyga borasan gapirmaydi. Senga qo'shiladi. So'z nihoyasiga yetgandan keyin, dadasi, bu yog'i nima gap endi? Tinch omonmisiz deb aytsang o'ziga ketib ketadi dedi. O'zini ayolini jo'natib yuborgan ekan. Shunda boyagi shoir she'r yozadi. Hurmatli mo'min musulmonlar, buni yaxshi tushunib olaylik. Nimaga aytib beryapman? Buni tagida so'z bor-da. Ma ahlaki fil harom va ma abghazaki fil halal deydi. Xotin dedi. Sen dedi, meni nikohimda turganingda ko'rimsiz eding-ku dedi. Nima sababdan nikohimda emas, boshqasi deganimda boshqacharoq bo'lib ko'rinding?
Sen özümü xotinim ekansan, nikohimdagi ayolim ekansan, nimaga uyda senga yaqinlik qilsam bunday bo'lmaydi-da, bu yerda senga yaqinlik qilsam bunday bo'ladi. Zinoda endi tushundim dedi. Zinoni shayton chiroyli qilib beradi, birodarlar. Nihoyasida bo'layotgan voqea, hodisa, ish bitdi. Ammo sizni mana bu yeringizdagi kayfiyatingizni o'zgartirib beradigan, sizni har xil ahvollarga solib beradigan bu zino, bu boshqasi degan kayfiyat odamni boshqacha qilib qo'yadi. Bo'ldi dedi shoir, tavba qildi. Hech qachon zino qilmayman dedi. Chunki buning nihoyasi bitta ekan dedi. Boshqa ayol bilan qo'shilyapman degan niyatda qo'shiluvdim, boshqacha bo'ldi. Sen o'zim ayolm ekansan-ku dedi. Demak, ulamolarimiz aytishadiki, so'z nihoyasida zino lazzati ketadi, gunohi yozilib qoladi. Javob berishlik qoladi. Zinokorning sifatlari haqida men bir egor so'z aytib bermoqchi edim vaqtimiz nihoyasigacha. Zinokor birodarlar, bilib olaylik. Zinokor kazzab bo'ladi. Zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor xiyonatgo'y bo'ladi. Zinokor sotqin bo'ladi. Zinokor hayosiz bo'ladi. Zinokor inson qo'rqoq bo'ladi. Zinokor odamda dayus bo'ladi. Zinokorda erkalik sifat qolmaydi. Nima sababdan desa, ayolini aldayapti, o'zini aldayapti. Hamma tupurib ketgan yerga borib turib, o'sha odam bilan zino qilayotgan, bunda g'urur yo'q. Bu zinokorda erkakchilik yo'q. Bu zinokor yolg'onchi bo'ladi. Zinokor dayus bo'ladi. Zinokor bomdod namoziga tura olmaydi. Zinokor ibodatlardan uzoq bo'ladi, iymoni zaif bo'ladi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinokor zino qilayotganda mu'min bo'lmaydi deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zinokor zino qilayotganda iymon chiqib turadi. Zinokor zinosidan so'ngra iymon o'ziga kelishi mumkin deyapti. Agar shu kungacha zino qilingan bo'lsa, to'xtatish kerak. Bundan keyin zino qilishlik degan narsaga umuman yaqinlashmash kerak. Chunki Qur'oni Karimda va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida eng qaytarilgan narsa zino. Qiyomatga yaqin mo'min musulmonlar ko'chada zino qilayotganlar ko'rib, eng iymoni baquvvatli sal chekaroq o'tib olsang bo'lmaydim degandan boshqaga yaramay qoladi deyapti. Hozir ham shunga o'xshab yetay deb qoldik. Zinokor odamlarni eng ichida qalbi qaltirab turadi va zinokor odamni shu yerini esdan chiqarmaylar, umuman haybati bo'lmaydi, yuzida nuri bo'lmaydi. Yuzidagi nurini mo'min musulmon odam ko'ra oladi, xolos. Betingda nuring yo'q ekan deb bizni ota-bobomiz aytgan o'sha zinokor bo'ladi. Davralarga kirib, hali u yerda bu yerda har xil odamlarga apanda aytib, yolg'on gapirib kuldirayotgan ham zinokor bo'ladi. Ömrü ko'chada o'tib ketgan samarxonalarda hammani o'ziga qaratib o'tiraverayotgan odam ham zinokor bo'ladi. Zinoni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'z zinosi bor, qo'l zinosi bor, oyoq zinosi bor va bir necha turlari bor deyapti. O'zimiz va boshqalarni qaytaraylik, o'ylamaylikki, borib o yerda bitirayotgan ishlarimiz zino deb. Manosidan uzoqroq bo'laylik, birodarlar. Mana plyempaya bo'ladi. Birinchi bosqich bo'ladi. Ana shu nihoyasidan keyin zino kelib chiqadi. Qo'shinikidan avval uyingizdan chiqib olmasin. Hammamiz ehtiyot bo'laylik. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin.